Suv hayot manbai, ammo yaqingacha mamlakatimizning ayrim hududlari toza ichimlik suviga muhtoj bo'lgan. Chekka qishloqlarda odamlar suv tashishga majbur bo'lgan yoki sutkaning ma'lum bir qismidagina suv olgan. Afsuski shunday bo'lgan, lekin keyingi yillarda bu borada keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Yangi magistral suv quvurlari tortildi, ko'plab suv inshootlari barpo etildi va bundan tashqari mavjud tarmoqlar rekonstruksiya qilindi. Xuddi shunday Surxondaryo, Buxoro, Jizzax viloyatlarida amalga oshirilgan ishlar natijasida ko'p yillik muammolar o'z yechimini topdi va uyiga suv yetib borgan odamlar bugun baxtiyor. Mana shu insonlar taqdiri orqali suv infratuzilmasidagi yangilanishlar haqida gapiramiz. Marhamat. Toza ichimlik suvi inson hayoti, salomatligi va farovon turmushi uchun zarur bo'lgan eng bebaho ne'matlardan biri. Uning haqiqiy qadrini esa bu ne'matni yillar davomida kutgan, suv taqchilligining mashaqqatini boshidan kechirgan insonlar yaxshi biladi. Bir vaqtlar mana shu suv tortish moslamasi ko'plab xonadonlarning yagona umidi edi. Hozir esa u ishlamaydi. Sababi undan foydalanilmaganiga ham ko'p vaqt bo'ldi. Ilgari insonlar mana shu qurilma orqali yerdan chiqadigan, har doim ham iste'molga yaroqli bo'lmagan suvdan foydalanishga majbur edi. Bugun esa bu vaziyat mutlaqo o'zgardi. Ya'ni to'palang suv omboridan oqib kelayotgan zilol suvlar bosqichma-bosqich barcha hududlarda bo'lgani kabi Sarosiyo tumanidagi Sharq Yulduzi mahallasidagi aholi vakillarining xonadonlarigacha kirib kelmoqda. Aholi aytishicha, ular uzluksiz ravishda kun bo'yi mana shu zilol suvlardan foydalanish imkoniga ega bo'lishyapti. İlk bor markazlashgan ichimlik suvi tarmog'i kirib borgan mahallalarda bugun o'zgacha kayfiyat hukm surmoqda. Suv keladigan vaqtni kutib yashagan insonlar endi jumrakni ochishning o'zi kifoya ekanini mamnuniyat bilan aytmoqda. Termiz shahridagi mahallalardan birida istiqomat qilamiz. Mana yaqindan beri prezidentimizning tashabbusi bilan to'palang suv ombori tarmog'iga ulandik. O'sha hisob bilan mana suvlarimizda yumshoqlikni his qilyapmiz, juda ham shirin. Tam ovqatlarimizda ham mazalari boshqacha, farzandlarimiz ham bu narsani ta'kidlashyapti. Bu tashabbusdan juda ham xursand bo'ldim. Shu prezidentimizni xalqimizni o'ylab qilgan tashabbuslaridan juda ham minnatdormiz. Mazkur ulkan suv havzasi to'palang suv ombori hisoblanadi. Dengiz sathidan 1000 metr balandlikdagi ushbu inshoot 1980-yillarda barpo etilgan. O'sha davrdan boshlab bu yerda jamlangan suvning oradan 46 yil o'tib, aholi xonadonlarigacha zamonaviy tarmoqlar orqali yetib borishini ilgari hech kim tasavvur ham qilmagan edi. Bugun esa u haqiqatga aylandi. Prezidentimiz tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilgan mega loyiha doirasida to'palang suv omboridan boshlab yuzlab kilometr masofaga zamonaviy quvurlar tortildi va bu orqali ichimlik manbai Termiz shahri va viloyatning 11 ta tumani aholisiga yetkazib berilyapti. Ilgari suvlarni biz uzoqlardan tashib ichardik. Har bir uylarda kranlar chiqyapti. Avvalgiday jiyinli suvlar yo'q. Bolalarimiz suv tashib kelardi. Qiyinchiliklar ortda qoldi. Prezidentimizni bizga bo'lgan e'tibori uchun kattadan katta rahmat. Kayfiyatimiz ham a'lo. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra viloyat aholisining 67,5%, ya'ni 2,33,000 nafardan ortig'i markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan. To'palang suv ombori suvlardan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatining ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash loyihasi doirasida bugungi kunga qadar 251,9 kilometr magistral va taqsimlash tarmoqlari tortilib, 9 ta zamonaviy ichimlik suvi inshooti qurib bitkazildi. Mazkur loyiha orqali Termiz shahri va viloyatning 10 ta tumanidagi 144 ta mahallada istiqomat qilayotgan qariyb 563,000 nafar aholining ichimlik suvi ta'minoti tubdan yaxshilandi. Jumladan Termiz shahri, Denov, Qumqo'rg'on, Oltinsoy, Sarosiyo, Sho'rchi, Angor, Bandixon, Qiziriq, Muzrabot hamda Sherobod tumanlarida yashovchi aholi vakillari zamonaviy ichimlik suvi tarmoqlariga ulanib, sifatli va uzluksiz ichimlik suvidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Har qanday ishning mahobatini joyida borib ko'rganingizda his qilasizda. Oddiygina jo'mrakdan tushib kelayotgan shu suv qancha yo'l, qancha dovonlarni oshib, qancha mashaqqatlar va qancha texnologiyalar yordamida bizning xonadonimizga kirib borayotganligini faqatgina shu yerda turib his qilish mumkin. Aytish joizki, Surxondaryo viloyati suv masalasida hamisha muammo bo'lib turgan hudud sanalganda, lekin muhtaram prezidentimizning qat'iy azmi shijoatlari bilan bizning Sarosiyomizda joylashgan mana shunday bebaho gavharimiz, qolaversa boyligimiz
To'palang daryo suvlarini butun Surxondaryo viloyati bo'ylab ulashilayotganligi haqida aytganlarida biz o'sha tadbirda ishtirok etayotganligimizda bir-birimizga qarab hayratlanib bo'ladigan loyihamikin, amalga osharmikin? Sarosiyo suvi Termizga qanday boradi? Sarosiyo suvi Angorga qanday boradi? Yoki boshqa tumanlarga qanday yetib boradi shunday og'ir tumanlarga degan bir tasavvur paydo bo'lgandi. Lekin bu juda katta mega loyiha sifatida Surxondaryo viloyatini, aholisini turmush tarzini yaxshilash maqsadida, qolaversa toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida qilingan bu sa'y harakatlar ortida umuman viloyatda katta ishlar boshlanib ketdi. Odamlar bilan gaplashganingizda To'palang suvi borar ekan desa, balkim to yo'lga borgancha isib qaynab borsa kerak degan bir iddaolar ham bo'lganda, lekin shunday qurilma qilindiki, To'palang suvi qanday sovuqlikda bo'lsa, xuddi shu sovuqlik bilan eng oxirgi nuqtagacha boradi. Bugun To'palang daryo suvlari orqali Surxondaryoda yangi hayot boshlandi. Bir so'z bilan aytganda, To'palang suv ombori imkoniyatlaridan samarali foydalanish voha ahli uzoq kutgan ichimlik suvi muammosining eng maqbul yechimiga aylandi. Jizzax viloyatida ham aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash borasida alohida davlat dasturlari ishlab chiqilib, ular birin-ketin hayotga tatbiq etilmoqda. Birgina Zarafshon daryosidan foydalanish hisobiga Jizzax viloyatining ichimlik suv ta'minoti tizimini yaxshilash loyihasi bunga misol bo'la oladi. Umuman olganda Jizzax viloyatida 2017-2025 yillarda aholini ichimlik suv bilan ta'minlash uchun 2 trillion 200 milliard so'm mablag' ajratilgan. Ushbu mablag'lar hisobidan jami 355 ta ichimlik va 13 ta oqova suv inshootlari hamda 2,4 ming kilometr ichimlik va 259,8 kilometr oqova suv tarmoqlari qurilib foydalanishga topshirildi. Jizzax shahrining qir tepaliklariga tutashgan qismida Shodlik va Amir Temur mahallalariga qarashli xonadonlarda yashovchi aholi shu paytgacha ichimlik suvdan qiynalishardi. Ushbu hududlarda markazlashgan suv ta'minoti va aniq hisob yuritish tizimini yo'lga qo'yishda davlatimiz rahbarining 2023-yil 24-oktyabrdagi ichimlik suv ta'minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori dasturli amal bo'ldi. Aynan mazkur qarorga muvofiq respublika byudjetidan ajratilgan mablag' hisobiga ichimlik suvi tarmoqlarini aholi xonadonlariga yetkazish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Amir Temur mahallasining yuqori qismidagi artezian qudug'i tozalanib yangilandi. 3 kilometr tarmoq tortilib, mahalladagi 121 ta xonadonga toza suv yetkazib berildi. Har bir xonadonga suv hisoblash uskunalari o'rnatildi. Ro'zg'orga baraka, yashash tarziga tozalik kirib kelganidan mahalla ahli, ayniqsa keksalar va ayollar juda mamnun. Bir yildan beri suv yo'q edi. Mahallamizga bosh-qosh bo'lib, mana shu suvni chiqarib berdi hozir. Hozir muammo yo'q suv to'g'risida. Mana prezidentimizga rahmat, shunchalik bizga emin-erkin hamma narsani yaratib berdi. Jizzax viloyatining Zafarobod tumani Chimqo'rg'on mahallasiga qarashli Baliqli qishlog'iga bu yil ilk bor markazlashgan ichimlik suvi tarmog'i tortilmoqda. Hozirda Chimqo'rg'on suv uzatish inshootidan mahallaga qadar qariyb 10 kilometr uzunlikdagi, diametri 160 mm bo'lgan polietilen ichimlik suvi quvurlarini tortish ishlari olib borilmoqda. Qurilish ishlari yakunlangach, Baliqlidagi 120 ta xonadonda istiqomat qilayotgan 520 nafar aholi markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanadi. O'tgan davrda amalga oshirilgan ishlar natijasida viloyat aholisining ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi 45,7% dan 73,8% ga, oqova suv xizmatlari bilan qamrov darajasi 9,1% dan 21,1% ga yetkazildi.